Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Samanta shoptolimiz haqida gaplashamiz. 2026-yil 29-may sanasida ertaki anjir shoptollarimizni turkumiga kiradigan Samanta shoptolimizni o'rtoqlar hosildorligini, qay vaqtda pishib kelishlarini o'rtoqlar ozgina o'zimizdan tushunchamizdan kelib chiqqan holda sizlarga ma'lumot beramiz o'rtoqlar. Samanta shoptolimiz Vodiy tumanlarida, asnavni Farg'ona zonalarida 20-22 may sanasida o'rtoqlar pishib keladi. Boshqa ertaki joylarda ertaroq pishsa o'rtoqlar ichki bozorlarimizga ertaroq chiqadi, ertaroq sotiladi o'rtoqlar. Hozirgi holatda Farg'ona viloyatida 35 ming, 40 ming, 50 minggacha sotib kelayotgan Samanta shoptolimizda o'rtoqlar 2 yoshli daraxtini o'rtoqlar hosilini ko'rsatamiz. Joyiga bog'di, joyiga ekilgandan keyin 3-chi bargini ko'rishi o'rtoqlar, buni qaranglar, hosildorligi o'ta yuqori shoptollarimizdan Samanta shoptolimiz. Bileskiga, rangiga, shu joyiga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Uchi yorilmaydi o'rtoqlar. Kamerachi bola yaqinroq olib kelinglar. Mana o'rtoqlar, hosilini qaranglar, uchi yorilmaydi, qip-qizil bo'ladi o'rtoqlar. Juda ham hosildorligi yuqori. Shunchalik ham hosil qilasanmi deydi shu joyda. Buni ozgina toqalansa o'rtoqlar kalibri 85 gacha bo'lib ketadi buni. 85-90 gacha bo'lib ketadi o'rtoqlar. Ko'chatlardan ko'p aytiryapmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz profilda bo'ladi. Yetkazib berish xizmati, ekib berish xizmati, 2-3 yillik agrotexnika xizmatlari, o'rgatish xizmatlari bemalol mutlaqo tekin o'rtoqlar. Aloqaga chiqaverasizlar. 10 ta 20 tadan ko'proq olsalar, dastavka xizmatlarimiz bor o'rtoqlar. Bitta, ikkitaga bo'lsa o'rtoqlar pochta xizmatlari orqali dastavka qilib beramiz o'rtoqlar. Hammalarga rahmat. Videoga like bosib o'rtoqlar, shunaqa bog' ekmoqchi, boshuna bog' yaratmoqchi bo'lgan tanishlarga o'rtoqlar videoni ulashib qo'yishlarini tavsiya qilamiz. Bitta bunisi emas o'rtoqlar, kamerachi bola bunisiga ham olib keling. Mana o'rtoqlar, bu shoptolimiz yana ham 3-bargini ko'rish jarayonida o'rtoqlar. Buni qaranglar, bu yana ham 1 marta, 2 marta terilib bo'lgan holat. Yetilganini o'rtoqlar terib uzilyapti bu yerda. Hammalarga rahmat. Bu bog'imiz o'rtoqlar 2 ga 4 sxemasida yaratilgan o'rtoqlar. Sog' bo'linglar.